Assalomu alaykum. Akalar, kачествоsi yaxshi arzonroq skuter so'rayotganlar uchun bizga Trex firmasidan 16-razmerdagi skuterlarimiz kelgan. Bularda aniqroq informatsiyalarni berib o'taman. Akkumulyatorga keladigan bo'lsak, 20 amperning 4 ta akkumulyator tushadi. Bu degani bitta zaryadka bilan bemalol 40 kilometrgacha yura oladi. Xo'p, skuterimizni aytib o'tganimdek, ballonning razmeri 16-razmer bo'ladi. Shunaqa chiroyli titaniy diskalarda. Skuterimiz двойной ramada ketadi. Bundan tashqari oldiga shunaqa LED faralari, patlarninglari qo'yilgan. Plus oldida o'zini shunaqa setkachasi bo'ladi, yuk solgani. Bu yerda cho'ntakchasi bor, mayda shundan narsalar solgani. Aslida orqasida o'zini shunaqa bagajniki bo'ladi. Orqa dizaynlarini ham bir qator ko'rsatib o'taman. Xo'p, skuterimiz ikkita sideniyalik. Bundan tashqari skuterimizda 3 xil rejim yezdi bor, 3 xil skorostda yuradi. Bu skuterimizda NFC dan zavayt qilsalar bo'ladi, besключевой signalizatsion pultdan zavayt qilsalar bo'ladi. Shunaqa o'zini aslida kalitlari bor. Xo'p, komplektdan o'zini telefon держатель, bundan telefoninglarni zaryadga qilib ketsalar ham bo'ladi, paputi. Zadniy vidlari chiqadi. Xo'p, narxlariga keladigan bo'lsak, 28 ming so'mdan bizning kanaldan shu skuterlarimizni zakaz bersanglar bo'ladi. Bizda Qirg'izistoncha dastavkalarimiz bor. Bundan tashqari yana 4 xil rasvetkasi bor. Kimga qanaqa rang kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqsalar, svetlarni WhatsAppdan suratlarini tashlab beramiz.